Tolibon mas'ullari Isroilning Ironga hujumlarini qoralab va uni xalqaro qoidalarni buzish atagan. Tolibon so'zlovchisi Zabihulloh Mujohid bir bayonot tarqatib, ushbu hujumlar oqibatida Iron harbiy qo'mondonlari va donishmandlari halok bo'linishini Iron milliy hokimiyatini buzish degan. Bayonida G'azadagi vaziyatga ishora qilinib va bu voqealar bilan bir paytda Falastin xalqi ham tenimsiz va falokatli hujumlar ostida qolganligini bayon qilgan. Tolibon rahbari mintaqada keskinliklar kuchayishidan xavotir bildirib va barcha tomonlardan mas'uliyat qabul qilish va xalqaro qoidalar asosida mintaqaning silq va amniyati uchun notinchliklar kengayishiga yo'l qo'ymasliklarini so'ragan. Isroil bugun ertalab Eronning ba'zi hududlariga hujum uyushtirdi. Isroil bosh vaziri Binyomin Netanyahu bu hujumni mislsiz atab va Eronning hastayı qurilmalari nishonga olinganini ma'lum qilgan. Shuningdek, Isroil yetkazmalari Eron 100 dan ortiq uchuvchisiz uchoq bilan Isroilga hujum uyushtirganini aytganlar.